Sizga qiziq savol. Nimaga uzum haligacha BT sindira olmadi? Ha, umuman olganda segmentimiz o'xshash. O'xshash. Uni mijozi bilan meni mijozim deyarli bir xil. Lekin baribir uzum yangi bozor yaratdi deya olaman. Yengil olib kirdi. Bozorni kattalashtirdi, o'zi uchun yangi bozor qildi deya olamiz. Ikkinchisi uzum kirib sotish madaniyatini o'rgatdi. Onlayn sotish madaniyati. Sizlarga ham yaxshi bo'ldi. Ha, men o'zimizda ham ko'p gaplashamiz, onlayn sotish bo'yicha bitta produkt qilishimiz kerak degan ma'noda onlayn sotish madaniyatini uyg'otdi. Odamlar nimadir mahsulot sotib olib, uzumga joylashtirib sotishni o'rgandi. Buni natijasida, misol uzumda foizlar katta. Keyin sekin o'ylashni boshlashdiki, to'xta, uzumga 30-40% bermasdan o'zim 20% skidka berib, 10-20% o'zimga ham qoldirib sota olsam bo'lar ekan degan ham tushunchasi bor edi. Eskidan ham bor edi bu o'zi. Shu offlaynda ishlab yurganlar onlayn sotayotganini o'zida ham bor. Misol uzumga ham mahsulotini qo'ygan bo'lishi mumkin, bu yoq tarafdan o'zi ham sotyapti. O'zi sotayotganda misol uchun arzonroq yoki boshqa уже mijozlarga sotishni boshlagan hisobiga endi baribir uni ham dastavka qilish kerak. Bozor kattalashyapti. Sizga ham o'zini qaysidir qismini oladi, qaysidirchasi bizda ham bor. Bozor baribir kattalashgan sari servis bor. Misol uchun mana bunaqa saqlashni uzum ham qilib beradi. Dastavkani uzum ham qilib beradi. Uzumni plyusi sotib, keyin fintech bor. Misol uchun rassroshkaga qilib berishi bor. Rassroshka variantini biz ham o'ylayapmiz. Misol uchun o'sha qanaqadir hamkorlik qilib, zo'r rassroshkasini kimdir qilib berishni hali ochmadik. O'ylovda bor, lekin misol uchun hamma uzumga o'zini bog'lab qo'yib sotmayapti uchun bu yoq tarafdan juda ham katta bozor bor. Shu tarafdan ya'ni hamma o'zini rizqini terib yuribdi desa ham bo'ladi. Ta'siri bormi desa, ta'siri bor baribir. U ham shakllantirib berdi, yaxshigina bozorni. Shakllantirdi, ta'siri bormi desak bor. Lekin bozor ham baribir kattalashyapti. Tadbirkorlik rivojlangan sari, onlayn internet rivojlangani sari bu narsa kattalashaveradi. Buni yana ham rivojlanishi uchun umumiy O'zbekistonning hamma joyida internet bir xil ishlashi kerak. Ya'ni tezkor bo'lishi kerak. Ya'ni bu soha rivojlanishi uchun. Buni ham katta ta'sir bo'ladi. Juda katta. Misol uchun viloyatga chiqsak internet ishlamaydi. Ochiq tan olaylik. Men komandirovkaga juda ko'p chiqamiz. Endi tumanga borsak-ku, men 3 ta sim karta qilib yuraman. Qaysi bunisi ishlamasa, bunisi yaxshi olsa deb. Bu muammo yo'qolganda edi, оборот bundan ham kattaroq bo'lgan bo'ladi. Yani bitta qishloqda bitta chekka joyda tursangiz ham Toshkent meni mahallamda misol uchun MTS, UMS ishlamaydi. Men Beeline ishlataman. Shunga o'xshagan hamma joyda internet zo'r ishlashi kerak, bu soha yana ham rivojlanishi.